Ertalabdan kunimni men shunaqa boshladim. Bugun sizlarga Hilton Garden'da bir kunim qanday o'tganini aytib beraman. Sizlarni atmosfera bilan tanishtirmoqchiman. Shunaqangi chiroyli, shinam xonada turdik. Balkoni ham chiroyli, balkonidan chiqib qarasak chiroyli manzaralar va biroz tabiatni tomosha qilib, ozgincha suv ichib oldim. Undan keyin o'zimga qarab, chiroyli yasanib aytgancha, bugun sizlar bilan Afg'on bozorini obzor qilaman deb va'da berganman. Endi esa ketdim. Obzorni boshlayman. Yaqinroq o'tiringlar. Hiltonmisan, Hilton. Endi sizlarga eng zo'r joyni ko'rsataman. Yaqinroq kelinglar. Mana sizlarga Hiltonda sport zal. Bemalol kelib trenirovka qilishingiz mumkin. Eng og'ir tosh ko'taraman dedim, umuman joydan siljita olmadim. Undan ko'ra shar ustida o'tira qolay dedim va barga chiqib kokteyl zakaz qildim. Bu yerning atmosferasi juda ham chiroyli. O'zingizni chet elda yurgandek his qilasiz. Bu yerda afg'on fuqarolari ham bemalol mazza qilib dam olishsa bo'ladi. Va men kofe emas, kokteyl zakaz qildim. 2 kokteyl o'zimga va singlimga. Zavtrak qilmasdan oldin muzligida nimadir ichkim keldi. Va men oshxonaga keldim. Oshxonaga gap bo'lishi mumkin emas. O'zimga qulay joyga o'rnashib oldim. Va ertalabki zavtrakimiz shunaqa boshlandi. Bu yerda xohlagan narsangizni zakaz qilib, oldirib, tanovul qilishingiz mumkin. Zavtrakni tugatib va nihoyat biz afg'on bozoriga yo'l oldik. Bitta manzaraga baho berib ketasizlar, nima deyapti? Va har bir qadamingizda bir-biridan chiroyli bo'lgan mana shunaqa tovuslarni uchratishingiz mumkin. Nihoyat biz bozorga yetib keldik. Bu bozorda hamma narsani topsa bo'ladi. Milliy adras kiyimlar deysizmi, choponlar deysizmi, sho'balar, hammasini topsangiz bo'ladi. Afg'on kiyimlari ham aynan shu yerda. Afg'on qozonlarining dodasi shu yerda. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Yo'q narsani o'zi yo'q, hamma narsani topsangiz bo'ladi. Va men o'zimga yoqqan eng chiroyli bijuteriyani sotib oldim. Bilasizlarmi bu narx qancha? Kommentariyada qoldirib ketinglar. Juda chiroyli. Va Nodir aka donaga sak gilamlarga xush kelibsiz deb gapni ham qo'yiladi. Bilasizlarmi, bu yerda siz zamonaviy yangi narsalarni topa olmaysiz. Qadimiy va milliy narsalar juda ham ko'p. Bozorning tashqarisida ham shunaqa chiroyli tovuslarni uchratishingiz mumkin. Menimcha bu tovuslar ham er-xotin bo'lib aylanishga chiqqan bo'lsa kerak. Ularni ushlayman deb ketidan yugurdim, mendan qo'rqib qochib ketishdi. Bozordagi sayohatimizni tugatib, gastinisaga qaytdik va narsalarimizni yig'ib, mana boygaga iltimos qildim. Narsalarimizni pastga tushirib bering dedim. Sho'tkacham bo'ladimi dedi. Yo'q, iltimos, mashinagacha yetkazib bering dedim. Mashinagacha narsalarimizni yetkazib, bizani chiroyli kuzatib borishdi. Barcha boshiga katta rahmat. Sog' bo'linglar.